Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Kanada Sharq Turkiston Madaniyat markazi tomonidan o'rnashtirilgan Sharq Turkiston milliy ko'rishining ufuqlari va Xiroslar nomli ilmiy muhokama yig'ini 2014-yili 9-oyning 4-kuni boshlanib, 9-oyning 7-kuni Kanadaning Toronto shahrida muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Aziz qarindoshlar, bugun sizlarga televizor ekrani orqali Muşu ilmi muhokama yig'inida asosliq o'tirib qo'yilgan muhim temalar haqida qisqa ma'lumotlarni berib o'tamiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Ham bunun qo'shib bir masala yana bulto men Turkiyaga borgandim dedim. Bu yerda yana ta'kidlayman, bugungi qadamlarda ketdi. Bizningki masalan Turkiyada politik deylik, ekonomi deylik. Bu hammasi bizda Uyg'urchada hozir umumlashdi. Politik degan siyosat, ekonomik degan iqtisod. Abay ayada o'tirib yana bir hikoya chiqardim. Amerikada bir oyligi bo'lsam, balasi Turkiyada tug'ilgan balaki Amerikada cho'ng'ilgan oilada Bingshan genshi deyapti. Şu bu qanday o'rgandi desam, biz ata-onalar genshi Bingshan deganniki, bu bola Bingshanning nimaligini bilmaydi, genshining nimaligini bilmaydi, ammo buni televizor Uyg'ur tilida o'qishaydi deb o'rgandi. Atiganimizda bizning mayada so'zliganlarimizning ichidami inglizchani ishlatyapmiz, boshqa tillarni ishlatyapmiz. Uyg'ur tilida botilni biz pakiz o'z tilimizda ishlataylik. Anvar mening yetenag'imdan Uyg'urchani o'rgandayman. Texnik kitoblarni ko'rib, yaxshi mukammallasin. Men bir yerda bir ko'pchilikning Uyg'urchani shunda yaxshi so'zlaydigan bo'ldi dedi, u Uyg'ur dedim. Uyg'urni Uyg'urchani yaxshi so'zlaydigan bo'ldi deb maqtash bu maqtag'anlik emas. Bu har qanday bir odam o'zining ona tilini o'rganish kerak, pak so'zlash kerak. Pak bo'lmagan vaqtida bu til shalg'ullanib, oxirsida shalg'ut bo'lgandan keyin bu til keyin asta-asta tadrijiy holda bu tugaydi. Shu bu hammasi meningcha sal qarilib kelyapman. Bo'libmi shu da'vo oldida, sepida jiq so'zlayotgan, mana o'xshashlar so'zlayotganlarimiz hammamiz mushu masalalarga nəhayət əstaydılıq bilan qaraylı, həm bunu yaxşı şərilab mağaylı. Məsələn, mən adresimiz Şərqi Türkistan degan söz bilan Uyğuristan degan söz otursa da soquşub ketimiz, uruşub ketimiz, tillişib ketimiz, yaqsıqışıb ketimiz. Əməliyyatda bu Xitay üçün bək faydalı işlər. Kurəş nima? Dostumuz İlşadla davat qildi, məsələn, hətta devletli üç vilayet diyen meselenin özlemi. İşte biz Şərqi Türkistan, hatta Şərqi degan sözümü biz artıq biliyoruz. Lakin amal yok şimdi falan söz. Olmasa biz Türkistan'ız. Bir zemin, bir devlet mesela. Hem de Rus imperiyası ve Xitay imperiyası ikisi aralashib bir devletni, bir zeminni parçalab boshqarish uchun sen Kazak, sen Kırgız, sen Özbek, sen Uygur deb qo'ysa, biz shundan faxrlanib millatchilik qilamiz, Uyg'urchilik qilamiz, Qozog'chilik qilamiz. Amaliyotda bu Xitoyning, Ruslarning o'yini. Shuning uchun deb qo'shilamiz. Endi Sabit Damollam Sharq Turkiston deb qo'ygan vaqtida bu Sabit Damollam qatorliqlar amal yo'q bo'ladi. Yani nindaydi Uyg'uristondan da yo'qlaydi, çünkü Uyg'uristonga gap yo'q. Bütün Türkistan'dan da bu bütün Türkistan ise uçağı Ruslarla karşı çıkışı mümkün bizge. Sabit damından var. Demek bu bütün Türkistan'ın hatta Rus biz bir zaman zeminli mi özünün devlete hata altıda karşı çıkıp geçiyor. Hazırca Şarkı Türkistan'da buraydı. Balısı Uyghur dilini üretme atkallarının ideysiz ağızda demeyenler şu nasıl var? İşte Rüstom'da katmadı bu terbiyenin insan unutmam seyredeydi. Hem de muşu tilimizni, medeniyetimizde kolay süçeme kalıcı bir ideolojiye oluşu gerek. Bir işenç, ümit oluş gerek. O boğan çağda sen koldaysa, o bulmuşsun da koldaysa. Ben derken yaştan bulduk. Biz muşu neslerini berpa kılışımız gerek. Mesela Yahudi milletinden mıngşıldın uğuşup, çatelde serkardar olup düşürüp, ahırda İsrail'e devletini kuruşup kelsek, bunlarda bir yetekçi, ideya var, bir milli ruh var bunlarda. Bunlar bütün de tilinim yok etti. Nurgun derslerini yok etti ama bunlar bir itikad, milli kimlikini yok etmedi. Ben bir demek ki onun milli kimlik, nurgun kıldığa işimiz var bizden muhaciret uygulanır ki. Bir de milli kimlik meselesi tilini yok etkallık, milli kimlikini yok etkallık bulmaydı da karayım ben.
özüne ben Uygur Şarkı Türkistanlık ben şu yaktan kelgen degende bilip kalgan jatda da tilini yoqtib qo'ygan bo'lsin bu adam mevcut. Yahudilar shundaq mevcut deb mevcut bo'lgan chog'da. Davlatini qurib bo'lgan degende tilini. Durg'ildi. Masalan, Albaniyaning Osmanlı davlatining mustaqilligini olgan ashlarning davlat azizi İskender Bek Albancha bilmaydi, Türkçe bildi. Osmanlı Türkçesini bildi. Hamda bizde Xitoyga g'alchilik ishlayotgan, Uyg'ur tilida so'zlaydigan milliy munofiqlar bor. Bularda milliy ruh bor degan olanda? Yo'q. Shunga bu yerda bir milliy ruhni barpo qilsa, undan keyin shunda bir o'zimizdan milliy nizomlar bo'lsa, bu nizomlarimiz bo'yicha ish qilsa, biz shu vaqtida birlik, barobarlik degandan bir mantiq bo'lishi kerak. Ma'lum bir narsaning e'tiqodning kengidan yurib, ma'nan asosan men mana deyman deydigan hozir bizda biz cho'alchaq shu hammamiz o'zimizdan qaldizib qarab turib fikr yurgizmiz, shundan kelishim degandikilar ma'lumotlarni bak Xitoyning adibini deymiz endi. Endi shu masalalarni hal qilish uchun bizda Dalay Lamadek tayyor lider yo'q bizda. Tabiatimizda millatimizning o'zi diniy jihatdan yetishgan bir ruhoniy lider yo'q. Bu liderni chiqirimiz deb kuchashdan mavjud yo'q. Bunu çıkaramayız. Kurash jarayonida chiqadi. Şu bizden tanlaydigan yolumuz ben nima deb o'ylayman, bir demokratiya yo'lini tanlaymiz. Biz demokratiya yo'lini chet elda o'qigan, o'sha chet el tarbiyasini ko'rgan vatandan o'sib yetilganlarga to'liq bormiz va uning ko'mini miros gapni qilgan chog'da. Demokratik qarorlar ko'p sonliqning bir yerga kelishi bilan chiqadi. Bizda 33-yil, 44-yil Tağırtağlarının şimali ve janubida bizden halkımız bir karar verdi. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti degan cumhuriyetni kurup bizden mustaqillik davarımızı çıkırdı bir yerde. Biz Xitoydan ayrılıp bunlardan yaşayamayız degan kararını verdi. Hem de bizden muhacirlikka çıkan Uygurlarımız umumiy Uygurlarning köp sonligini egallamaydi. Az sonligini egallaydi. Az sonlik köp sonlikning ustidan qaror verish bu demokratik emas bu. Ben ötkende Ali Kengash içilgan çağda şunda dedim bunu. Bu doğru emas bu. Sen kanda bu yerde autonomiya demdik, self determination demdik, mustaqillik demdik deydiğin şıkkını iç hukukun yok dedim ben bunlar. Ama bu yerde şunda bulsun 90%'da benim mustaqillik dedi. Eğer bu yolu koyup verse, Xitoy hazır bir adamını yetiştirip çıkarıp autonomiya kararını ilemesi şuna bu davat diyemde. Bu da emas. Bu kararını özgertiş için Şarkı Türkistan namını özgertiş için Şarkı Türkistan'da avval mustaqil qilib bayraqni tishlab parlamento bo'lgandan keyin undan keyin o'ylashadigan masalalar. Demek ki bakın başka bir noktada. Benim ata-onam meni kichik vaqtimda Xitoycha o'rgatgan, Xitoycha maktab emas, Xitoycha yasirdan boshlab cho'g'ilganda men. Shuning uchun meni aqllarim ashadagi bolalar meni qanaqa desam bo'ladi? Men ya Uyg'ur emas, ya Xitoy emas. İkisini o'rtasida turib cho'g'lab berdi. Millatda. Ama buniki bir advantajesi bo'ldi. Alaylik bo'ldi. Chunki bir masalaga, masalan, agar mush narsani yaqin akab qarab olsa, buni nima ekanligini bilmaymiz. Buni nima ekanligini bilish uchun buni jaraq tutsa, bir parcha qog'oz deymiz. Shuningga men bizniki masalamizni balkim haqiqatga o'xshamaydigan bir nuqtada sir tuturib kuzatsin. Ha, kuzatsin. Endi bu qanaqa bo'ladi desa, bir kuni bir arena men bir liste verdi. Bu listede bu dünyadaki milyonlarındaki listeskende az liste qarab chiqsa mening ismim yo'q ekan onun içinde. Baylarning tizimligida. Bu nima demak? Demak men bir loser. Men futurvatkichi. Ha. Bu shu iqtisodiyotdan boshqa ish bayishada. Ha. İqtisodiy jihatdan men mag'lubiyatga uchramoqchi. Bu arqadan yana bir list verdi menga. Yana bir tizimlik berdi. Tizimlik berdi. Bu dünyadaki devletlerinin tizimligi. Bu mustaqil. Aha, Uyg'urcha bu. Bu tizimlikda men devletimning ismini topamadim. Yana bir devletning ismini nasıl açsam mening devletimning ismi onu tehdit ekanda. Demak, mening devletimning bir mag'lubiyatga uchragan devlet. O yana bir tizimlik berdi. Onun da bu dünyadaki tarikat topgan milletlarning tizimligi.
onun içinde Uygur degan ismini topamiz. Shundan qarab, men bir narsani his qildimki, shu Zhou Qiang Shi Shi Zhe Sheng Cun deymiz. Kuchliklar ojizlarni yeydigan, yo'qotadigan bu dunyoda, Agar mushta bu dunyoda sizning ismingizni millatini raqobat dunyosida topolmagan bo'lsak, demak biz o'shamayapmiz. biz bu raqobat dunyosida mag'lubiyatga qarab, yo'qolish qarab ketyapmiz. Ketyapmiz biz o'sha. Endi men shundan qarab biz zaten nim bo'ldi? Nima uchun mushta sizning alg'iga kapitalda degan chog'da bu tarixga qarashga majburman. Bunga qarab birinchisi meniki o'ylig'im chet elliklarnikida Uyg'urdan boshqa xalqlarning ko'z qarshida o'mada shinshan shikshgan. Bizningki obrazimiz qandaq bir obraz? Yat millatlarning ko'z qarshida, boshqalarniki, yatlarning boshqalarnikiga qarashida bizning obrazimiz qandaq? The 5th century AD, terror consumes Western civilization. As torrents of arrows blacken the sky, the Roman Empire comes under siege by barbarians. Yavayilar, barbarian. They've come out of the east, driving across the Asian steppes like a battering ram. The 6th century Gothic historian Jordanes tells us the Huns descended from evil spirits amid the swamps. Now they ride westward as a continent braces for the worst. They seem to appear out of nowhere and take what they wanted and then ride off again. So they were like storms coming over the horizon. You couldn't predict the weather. You couldn't predict where the Huns would come. The 5th century AD. Buni demak chog'ini mushu sharq tarafdan kelgan mush kuch Hunlar barbarianlar yeshiga Yavayilar. Nima uchun bular buna deydi? Chunki biz hozir yashayotgan mush dunyodagi madaniyatni biz yaratgan madaniyat emas. Buni inglizlar yaratgan madaniyat bu. Biz xalqning madaniyatida yashayapmiz. Chunki buni yashib qo'shmoqchilar. Bu hozirgi shu yangi madaniyatni biz ijod qilmadik, biz kashf qildik yoki bizningki to'pimiz asosan yo'q deyapti. Chunki bizningki ijod qilgan madaniyatimiz qoldi shu vaqtida. Bizning madaniyatimiz Holland vaqtida qoldi, Uyg'urcha. Shuning uchun endi bularni bilish uchun endi bizga nima keldi degan bu bak cho'nqir bir yerga chiqib qoldi. Kichik vaqtimda apam deydi. Biz Ahullar deydi. Shuning uchun va Anuraxon, To'xtaxon deb narsa chaqirishmiz deydi. Shu kallam esimda kelib qoldi. 2010-yili 8-oyda men Vengriyadagi Bugaç degan yerda qurultay bo'ldi. Hunlarniki qurultayi. Ashak basam o qurultayga bizning shu Hunlarniki avlodisi deb kelgan millatlar Yaponiyadan boshlab Koreya, Sibiriya, butun Turk, Vengriya, Estoniya, Finlandiyadan kelganlar bor. Bular hamsi biz Hunning avlodlari deydik. Endi shu chog'da men buni hayajonlanib, biz asli bir millatkanmiz. Hun degan millatkanmiz, ammo nima bo'ldi bizga degan chog'da civilized nation justified in the regarding as barbarian they who left behind. Madaniyat yaratgan millatlar, madaniyatning keyinda qolgan millatlarni yavoyi deb ayblashga salohiyatga ega. Yo'q, buni mana tushunasiz. Chunki bular yavoylarni bundan paydo bo'lib qilish uchun
Mala yavaş sizlerle civilized people değil. Civilization. Not Biz- just the fact that you are not the darn Biz bayağı demez, malın içinde biz. Mao George Willis bilan qasqandan vaqtda o zaman şu bedenimizin güçlüklerini faydalanıp dünyanı sorup aldık. Bu cesek hem tsumindir falan. Akıllık bir usul. 但是我们输在了智慧上。 Ama biz akılda tutturuyoruz. Kuşta yandık ama akılda yanıldık. Tutturadık. Çünkü Da. Xitaylar daim bozak olup bizge neçe ming yıldan beri Müslüman qanday qilsak yanmaydi deb o'ylab kelib yiyi degan narsa. Yavaylarni yavaylar arqali boshqarish, idora qilish. Bularni shu funga boy qilish, Bo'lib, qorshab, pinguyanja har xil ilmiy fikrlarni ishlatish. Müslüman narsalarni bizga ishlasa bizga shu naytdi Muvaffaq. muvaffaq bo'lganini bulay his qilib shuni ishlakilib boshladi. Unumlik, muvaffaq emas, unumlik. Qanaqa holda 10 degan bir cho'ng millatni uning ichida albatta nurg'un kichik bulg'orlar bo'ladi. Qabillar bo'ladi. Uyg'urlar shuning ichida bir qabila. Çetgeydi. Yoduladı gedingmi? Bu hadisninki azroq mazmunini tushungan bo'lsanglar, shu yerga gapirishga to'g'ri keladigan masala. Ya'ni bugungi kundami bizning xalqimiznimi terrorist degan begapni qalpoqni Xitoy qo'yadi. Buni da bugun azroq bir aqlli ishlatayotgan davlatlar bu Uyg'urlarni bugungi kungacha terrorist deb bakmadı. Ba'zi manfaat ko'rsatganlari dedi buni ma'lum. Ama bunu bizning ichimizdan, o'zimizning ichidagilarimi bunga e'tirof qiladi. Bunu medyadikini, radiodikini, televizyondikini ba'zi kafirlarning o'rtaga qo'yganini ko'rib turib, mushuni bilan ish qilmagan bo'lsa, mushuni bilan jim turgan bo'lsa, bizga bu gapga qalpoqni kelmaydi. Biz bu xafalikni taqmaymiz. Sen jim turgan, yotgan sen anangni kuchida yotganda Xitoyning kuchida uxlagan sen. Uxlagan vaqtimda nima qildi? Yotsanmi qildi? Ama bugün gündem bu Xitoy o'ttiravas, suyavas, adnas xotniga yo'lamız, balasiga yo'lamız, tapgan pulga yo'lamadimiz ki. Mushahalat o'tasi nima qilish kerak buni? Onu qarab o'tirib, ma'niga tiqib, dadamning tiqib qo'ygan, buning anamning tiqib qo'ygan, buning malda balığa chiqib berim, chiqib vaqtim qoldi. Onun da kelgandiki har qanday bir islom egisi emas, bir jon egisi. Bir kichikgina bir Uyg'urning qanima bir odamning oldiga kelib, o'ylarda har xil xafalikni qilsa, qo'liga nima chiqsa qildi. Buna haqqi var, qilish haqqi var. İslamiyet'te haqqi var, insaniyetçilikte haqqi var, hamma nimaga var haqqi var. Qonunluq narsa. Shuning uchun buni bizninkilar sal insof qilib tushunish lozimki, bu daqqa usul o'ynamasdan uni bu terrorist degan gapga biz ishtik oldirib uni tan uni tiyishmaymiz. Buni sal insof qilib tushunish to'g'ri. Bu yerda o İslamiyet Kur'an'dan urush meselesi var, cihat meselesi var. Ama o vaqtida bunun Peygamber Aleyhisselam 10 yıl Mekke'de tutgan vaqtida hech qanday urush bo'lgan emas. Mekke'de patmay tashlab Medine'ga kelsinmi, aqsdan bastırıp berib, bunu yer şahridan yo'qitimiz buni dedi. La ilahe illallah degan bir odam bo'lsa-mu, yo'qitib tashlab buni yo'qitimiz deb bastırıp aqsdan baqa vaqtida Alloh taolo sizlarni oyat bu men buni oyatliga o'qib kelmayman. Şu vaqtida sizlarni vataningizdan qo'g'lab chiqargan, sizlarning mollaringizni, balaringizni talon-taroj qilib, sizlarni sig'dirmay vatandan chiqarib ketgan bu badbaxtlar uchun sizlar endi qaytirib hujum qilsangiz bo'ladi deb Alloh buyruq qildi. Shuning uchun urushgan. Her zamandaki Peygamber Aleyhisselam'ınki tarixlariga, İslam tarixlari qaraydigan bo'lsang, nurg'unlar urushlar bo'ldi islomning ichida. Ama bunun hammasiga qaraydigan bo'lsanglar, bu kafirlar bastırıp kelgandan keyin va yoki bastırimiz deb tayyorlik qilib toplangandan keyin andan keyin musulmonlar hujum qildi. Chunki bu haqqi va har kimning. İslamdagi haqqi, insoniyatga bugungi kunda jamiyatning ahvoli shu. Hech kim qarab o'tmaydi buni. Qarab o'tirishmi bu insonlik emas. Ishtimi qarab turmaydi. Hiç nima qarab turmaydi. Hech qanday jonivorlar qaraydigan bo'lsang, bu boshqa bir hujum qilib kelsa, o'zining o'ziga yoki balchaqsiga hech qarab turmaydi. Bu hayvonotlar dunyosi programmasini ko'rmoqchi uchun qaraydigan bo'lsanglar, hech bir hayvonga qarab turmaydi. Ballarga, o'zining juptilariga hujum qilsa. Ammo biz bugun qarab turish hech kim insonlik emas. Shuning uchun buni tushungan bir odam buni qabul qilmaslik lozim. Qabul qilganlar, endi u balki ya Xitoy bo'lishi mumkin, dadasi Xitoy bo'lishi mumkin, yoki anasi Xitoy bo'lishi mumkin, yoki Xitoyninki asrandi bolalar bo'lishi mumkin. Buni bunday tushunish lozim. Shuning uchun buni İslamiyetdagi bu terroristninki o'rni bu. Ben her xil odam har xil tushunib, ba'zi xushmaslik masalalar bor.
bizning xalqimizning elib berayotgan ishlarining bir qismi to'g'ri, bir qismi bizning xalqimiz qilayotgan bo'lsa-mu, uni hammangizga ma'lum, o pichoq so'nga yetgan vaqtida bo'layotgan ishlar. Buni butun dunyoni tunib yetadi. Biz albatta uni biz tunib yetishimiz lozim. Ve bazı bir kısımları bayatın karındaşlarımız azrak sözlep etti ve bir kısımları Xitayning öz menfaati uchun onu qilib bizga va xalqimizga va boshqa xalqlarga yomon ko'rish uchun u yasab chiqayotgan ahvolni uni tushunish lozim. U mavjud. Uni hammasiga o bir tarafdan bilan qarg'in bo'lmaydi. Onun chunki Xitoy necha yildan bir davlat idora etayotgan bo'lganligi uchun bu bizning ichimizni, bizni yaxshi bilgan. Hayatıma nima dedi bu Anvar Efendi? Bunun 3 milyar pul çıkarıp bu kız millet kandak iğaleti kimni, nereden, harmallığını kandak kılıp yolga gelip bizden hepimiz usul oynadığın kılımız. Bu ilim ilgilerini her saha diye kandın tatıp hasını kandak yoluyla onun aldığı gelip hizmet kıldırışını neticilini yağı tetkik kılıp bugün günde onu elmeliyeştiriyordu. Bunun için iş lazım. Bunda bir halette o bizden kalçıldığın 5-4'ünü çıkıp önçülük bir işini kıldırıp 5-10 Xitay ölse bunu hiç yapmaz. Ama onun için onları kullanan işlerini kılarlar. Şunun için bunu mu ilim ilgileri, akıl ilgileri, bilim ilgileri bunu alayda fikir edip durup yani insaflık fikri bile düşünse nurgun neresiyle ortaya çıkıyor. Ümiyada bu bulama hasreten ammeten bütün Uygur halkımızga hasreten bu Kanada, Toronto'daki Uygur halkımızdan şunu umut kılman ki bu cemiyetimizin bundan ki bizning dini milli ve vatani işlerimizin qo'lidan kelishcha yaxshilanish uchun qo'lidan kelishcha arq tutup, yaqin turib, birga turib, buni rivojlantirishni umid qilaman. Demak, aql shu darajada bulg'anganda, dushman bilan bizning aramizdagi chegara aniq emas. Dushmanni tanimay turib, inqilob qilgan odamda mumkin emas u. Yolg'on gap bu. Sep ayrılmak lazım aldı bile. İnik olmak lazım sep. Onun dünkü karşılığını oldu. Yana keyingi zamanlardaki karşılıklarda köpünce dini talıplardan çıktı. Bugün küçümü devamı şu bu. Dini talıplardan çıkan karşılıklarının biri de birisi Xitay'ı qo'llab, kaçıp gelip aksinin uyutkiri oldu. Xitay meni izlab o'zini alını qo'ydi. Uxlayolmadim nechigacha. Bir uxlolay desa va o'tdan kelib suqamsa uxlavoldi. Ishni tashidan qilib qo'yib, saqchini boshlab kelib tutibdi. Dushman hukmimiz mujmal bo'lgandan keyin qutqazuvchining qilayotganini to'g'ri deb bilgandan keyin u o'zining ishini to'g'ri deb bildi. Endi bu milliy qirg'inchilikdan iborat bu xirisning aqsini ko'rgan ufqim shu bo'ldiki, biz 50 yillab meyli aşı Yuşur'un Şarkı Türkistan Halk Partisi olsun, ya ki Jürtteşi'deki Erkal Teşkilatlı olsun, kıygan bütün teşvikatlarımız arkalık mı erişenmegen, muş sepni roşelleştiriş, düşmanını tunutuştan ibaret bu büyük işine Xitay üzü kıtmaydı manamda. Bugünkü günde o kadar hamakatli köp kalmadı. Xitay bizni qutquzib olganda Allah köp kalmadı. Sep ayrıldı. Roşelleşti bu. Bu biz kazangan en çok paydamız keyinki yerim asırdaki en büyük paydamız bu. Şu kıl cemiyetler toplaydı. Bu da meyli bizden müziğimizi toştursun, meyli tilimizi toştursun, meyli edebiyatımızı toştursun. Hayır şekilde toştursun. Bunu biz ne diyeyim şu en ahırdaki müstakillik davarımızdan bir varyantları, bir parçaları. Şuna ben ilgili makalımı yazgan. Bu birlikni biz yaman çoğun bilimiz. Onunla şibek çırayalım. Birleşişimiz gerek. Bir ambrollarla astığı jığılayla dese şunda tatlık anlamda. Ben bunu ancak kolak etmeyeyim. Bizde bir Müslümanlık içinde yaşayatkan milletlerin hareketi bana muşkildik şekilde dönüş gerek. Eğer bizden kandaktı 1 milyar 300 milyon düşmanımız var. Şunda bir güçlü düşman karşı durarken bir Uygur milleti çeterlerde katılacağım davak desek ben bunday davakı bağlayayım. Çünkü bu çatak dava. Bizden davarımız çok bunda kattıracağım malmaydı. Hem malamaydı. Ayağında onun düşmanı var. Onun iktisadı var, pulu var. Onun resursları var. Onun ki öz güçlü tayarlıkları var. Şu an bizden çeterle elip bırakan davalarımızdan pek gönlümüzdeki malmaslıktan teəccüblenip, onundan azaplanıp, onundan gönlümüz yerin bozuşu bu doğru emez. Bu müştak mana döndü.
Ama ilimi bugünkü Kanada'daki yığınımız ben şunda ümit payda kıldı. Meyli düşünmemiz qanday qısın bu bana ekan. Bugün şey kelgan söz degan hamma ağladılar. Nayt yaxşı sözler bu. Düşünüyorlar güçlü. Bunun otomatik kuralları var ama bizde Allah var. Bizde bizde hakikat var. Bizde bu neresi var? Xitayning düşmanları qancha kuchli bo'lsa u yerga chiqib tajovuzchilik qilayotgan vaqtimiz yurganning bir yerlarda Miami'ning emaskan bu. Ben başqa bir yerda ish qilyapman bu deydi. Bunun harbiy aktivitelari bizning oyadagi qirilayotgan shu antiqligini qo'g'dayib deb chiqqan bir odamimiz uni 10 ming 100 ming atmoq zargarlar. Shuncha qo'g'dalaydi. Bir millat hech qachon tarixda kurashga o'tib ketgan yo'q. Hammalar tarixni bildirmoqda. Çünkü ayadagi parlamentning adamı dedi Polshani 125 yil mustamlika etdi. Unda o'z bizda 64 yil bo'lgan bo'lsa, yana buni bir so'zsiz ijroqiyat ekan. Ama demek bu haqiqat hamon haqiqat. Endi shuna bu yer eng cho'ng hal qiladigan narsamiz. Hozir bizning xalqimizni Xitoy shikirdan tanklarini, muntizam askarlarini elib chiqib, anlasam bütün Urumchini, G'ulja, hozir Qashqadaryo, hamma taraflarni butunlay harbiy holat etib beribdi. Xalqimiz ana shunda qattiq bir musaada ishi turyapti. Qo'rshaq ichida yashayapti. Bunda bo'lsa bularni o'ldiryapti. Bu Xitoy hokimiyati va uning jallatlarini bizning tutib kirib turmalarda hech qanday advokatga yoki bir adil sud kirib sudlamay, jinoyat bekitmay, naq maydonda o'tiryapti. Bu xalqaro qoida qonunlarga tubdan uygun. Bizni bir millat sifatida genocide, bir irqiy qirg'inchilik qilib beryapti. Bunga xalqaro qarab turib hech qanday ish qilmayapti. Bunda bo'lsa bizning meselemizni Xitoyning oshkora terrorlik etmaganligini bilib turib, ularga hech qanday bir chora qo'llanmay, hech nima demayotgan bir davlat yoki Amerika o'sha davlatlarning bizni nima deb atishi, bu kunlarda nima deb qilishni beqasd hech so'raydi yo'q. Chunki ular mayli Amerika olsun, Kanada olsun, Avrupa devleti olsun, bular bir müstakil devlet. Bularning bir devlet bunu sübti bilen öz fuqarolarning menfaatini qo'g'dash bularning oldingi sharti. Shunga Xitoyda odam soni ko'p, buning ish haqisini aytib bo'lg'achqa, bular bilan bu o'zlarining ishlab chiqaradigan texnikalarni uyga yetkazib ishlatsa, hamma ular bilsa, bular uchun azal to'xtaydi. Men qaysi shakl olsun, ba'zi iqtisodiy jihatdagi bu munosabatlar bizning mushundaq bir haqiqatlarimizni ularning ko'rishini to'sib qo'yapti. Endi bunday sharoitda bizning qila oladiganimiz faqat biz mayli kichik bo'laylik, oz bo'laylik, jiq bo'laylik, o'zimiz turayotgan davlatlarga, o'zimiz turayotgan davlatlarga sanaytir kongresslerimizga bir amallarni qilib, xatizib o'zimizning ahvolini anlatib, hatta deganda talab chiqsa, mayli McDonald's chiqayli, mayli Starbucks chiqayli, bir odamning vaqti bo'lib qolsa, bizlar paralashib qolsak, bir odam bo'lsa ma'lasa, bu uni oladi. Biz qilib bizning davarimiz tedrici mağdur. Hem de hazır bunu hal qilsa eng cho'ng masalasi Xitoy bo'lib tashaga chiqib, bizning hargiz burungi Şurayet enqilab, yani bizning milliy enqilabimiz masaladagi uniformlarni kiyib chiqqan bizning askarlarimizni aytib shu yerdagi yerlik aholimizni, fuqarolarimizni aytib Bunda bo'lsa bizning fuqarolarimizni bu o'zining dushmani uni o'ldirayotgancha, o'zini qo'g'dash uchun uni o'ldirsa, u terrorist bo'lib, uning hokimiyati o'g'achqa, uning quroli o'g'achqa, uning qilgani harbiy holat. Biz ayadagi yerlik aholi shu tuproqning egisi, xo'jayini bo'lganligimiz uchun jinoyatchimi, ham biz uni qarshi tursak, o'zimizni qo'g'dash uchun uni o'ldirsak, biz terrorist anlamda. Shuning uchun bu narsalarni biz aniqlash uchun unda bo'lsak, bu yerda hal qiladigan eng cho'ng masala biz Uyg'urlarda hozir bu davolg'ishchiq. Shu yerda turayotgan hozirgi Xitoy qonunsiz ko'chmanlari shu yerda turish huquqi bormi, yo'qmi? Bular zodi kim o? Bular hakikaten şu bizde vatkan bir insanperverlik, xalqaro qonun, yoki o'zimizning Uyg'ur kimligi bilan qo'g'dildigan bir millatmi? Yoki ular qonunsiz holda bizning ruxsatimizsiz trespassing qilib, chegaramizdan bosib kirib, bizning tuprog'imizda bizning yeydigan nenimizni, ishimizni, xizmatimizni tartib olgan tajovuzchi bu. Yoki tajovuzchi millat davlatning millatimizni bir millat sifatida osmonatsiya qilib yo'qotish uchun oldin tayyorlab chiqqan yuchurun harbiysi bu. Biz buni aydınlaştırib olganligimizda dushmanimizni to'laymiz. Menimcha bular vatanimizda turayotgan
Meyli xalqaro qonun bo'lsin, meyli har qanday bir davlatda, mesela Kanada bo'lsin, meyli Amerika bo'lsin, shu Meksikadan keçip kelgan bir necha ming odam bor. Shu jangalni o'tkish nechisi o'lib kelib ashada yapmadı, dirpon bilan qarab turib, ashlarni to'xta deydi, to'xtamasa Amerika matadi. Kanada matadi. Ularning bularning farqi bor. Ular kelib yani tajovuz bir sonda turmadi da, shu yerda qandaqdir bir turmushning qiyinchiligini akbash bir narsalarni yashash uchun keçip kelgan odamni yetib bordi. Ama bizga chiqayotganlar, ishkir edam chiqib, jinni vaqamay bizning davlatimizga chiqib oyoq yemaydigan mavzusunda chiqayotganlar emas. Hükümet bulara aşık işini verip, sen barsan Şinjan'a, bana üyen, bana hizmetten, çıkar şeyler. De bunlar inkıveç kılatırlar. Bunları rıhbetlendirivatidir. Bana bu şunun özü, bu milletini, çünkü bir hakimi, her kadar bir hakimiyet özünün siyasetini yürütüşten, onun çok yerlik ahalisi buluş gerek, bu malmaydı olur. Sonra Xitay'ın bir nersi, Xitay'ın eskiri çıktıramaydı o, yani kıymetten zaman çıkıyordu da. Zaten Xitay ayağındaki köşmelerini teteyyamı tep karaydı. Şu yerdeki yerlik, yani kanunsuz köşmeleri şu yerdeki yerlik uygulan tamamen kırıp yoktan ama göz yetkençe kadar Xitay eskeri de çıkmaydı, bunu eskeri çıkmaydı. Bu şunu böyle şey yapıyor. Yani yakında bir materyalda hemen Allah okuduğuna bir Xitay'ın balısından bir Uygur'un kızı toyksa, bunun onun uyan bir de kaçılığa, ballarının okşa olduğu ve bir kağıda. Bana bu derslerin hepsi bizden milletini korallarla biz. Bu xil usullarni qilib yo'qdir. Ularni birdan-bir. Endi men Xitoyning qonunini o'qigan, Amerikada xalqaro qonunni o'qigan bir sizlarning kelishinglar bo'lishibdim bilan shuni aytayki, bizni Amerikaning terror deb atab qolganligi bilan mezilishimizning hech o'rni yo'q. Ular nima deb ataversin? Bugun terrorist deb atagan bo'lsa, erta Xitoy bo'lsa bizni freedom fighter deb ataydi. Biz davomli bu Xitoy hukumatining ustidan da'vo qilib keldik. Bu ketim kahvaltı ben suyundum. Xitoydagi bir çoğun devletme xalqaralığa bir matbuat e'lon qilib, Uyg'urlar bizni o'tirib ketdi, Uyg'ur bizni qilib, bir da'vo qilib baqsizlar, bizim bir sotda da'vogarlar bir o'tirib qoldi. Qanday bo'ladi? Bizim yanlışında. Demek bu dolqun oxirlashgandan keyin ikkinchi qatamliqda dolqun nima desa 1930 va 40-yillardagi milliy qutulish kurashlari va bu inqilob mag'lub bo'lgandan keyin bu inqilob bilan munosabatli bo'lgan nurg'un inqilob rahbarlari, mush inqilobda ishtirok qiluvchi xalq va nurg'un kishilar ikkinchi qatam muhojirat yoki chet elga safar qilishga majbur bo'ldi. Bularning yo'nalishi birinchi qatamda biz bilan chegirdosh, qondosh bo'lgan O'rta Osiyodan ikkinchi qatamliq dolqun, ya'ni Janubiy Osiyodagi Hindiston, Pokistonni vasitli kanalda u yerning arab ellarga yoki Turkiyaga berib joylashdi. Bu ikkinchi qatamliq zo'r dolqun. Endi uchinchi qatamliq dolqun hammamiz bilamiz 1960-yillarda Xitoy bilan sobiq Sovetlar ittifoqining munosabatining buzilishi bilan 1960-62 bo'lgan yillarda bizning vatanning shimolidagi Ili cho'chak rayonidan zo'r turkumdagi Uyg'urlar sobiq Sovet ittifoqining O'rta Osiyo jumhuriyatlariga ko'chdi yoki o'sha ketish voqeasi yuz berdi. Bu to'lqin, bu qatamliq muhojirat to'lqini haqida faqat bizda rasmiy tadqiqot edib berilmadi. Zodi qanchalik Uyg'ur vatanni tashlab chiqib ketdi. Hozir Xitoyning e'lon qilgan faqat 60 ming. Chet ellardagi bir qism tadqiqotchilar 100 ming atrofida bo'ldi. Bugungi kunda faqat o'sha qatamliq muhojiratdan O'rta Osiyoga yerlashgan Uyg'urlarning ko'pinchilari hayat yaşayotdi. Onun bir qismini elimiz Abdurahmonmi film qilib hayot shohidlarimizga tunishtirayotdi o'zining televiziyasida. Navoda buni 3-qatamliq to'lqin desak, 4-qatamliq muhojirat to'lqini 1980-yillardan keyin, ya'ni madaniyat inqilobi oxirlashgandan keyin Xitoyning vaqtli ishini ichib etishi ma'lum bir mazgil, ya'ni 80-yillarning ichida siyosiy siyosatdagi yumshash tufaylidan Uyg'urlar o'rnidan tashqi dunyoga, to'liqmi g'arb dunyosiga chiqishni iborat shu to'lqin 80-yillardan boshlandi. Ammo 80-yillardagi 10 yil jarayonida nihoyatda qadam asta ko'lami oz bo'ldi. Lekin 90dan keyin vatan ichidagi vaziyatning kaskinlashishiga ergishib 90-yillardan to'g'ri hozirgacha bo'lgan 15-20 yil ichida Uyg'urlarning 4-qatamliq zo'r ko'lamli muhojirat to'lqini maydonga keldi. 4-qatamliq muhojirat ilgirki
Onun aldığındaki 3 qatamlıq muhacirat to'lqiniga o'xshagan holda, masalan, dastlabkisi O'rta Osiyoga yoki Janub Osiyoga va yoki Arab Turkiyaga bo'lgan bo'lsa, eng oxirgi muhacirat to'lqini G'arb ellariga bo'ldi. G'arb ellariga. Ya'ni G'arbda mushu 15-20 yil ichida Amerika, Kanada, Germaniya, Shvetsiya, Avstraliya, Gollandiya qatorliq nurg'un G'arb ellarida Uyg'urlarning eng oz bo'lganda bir qancha yuz, ko'p bo'lganda necha minglagan Uyg'ur ijtimoiy to'pliqlar yoki muhojiratdagi Uyg'ur to'pliqlar shakllandi. Demak, biz bu yerda o'tag'anlarimiz mushu 4-qatamliq muhojirat to'lqinining a'zolari sifatida bu yerda bugun Uyg'urlarning da'vosi haqida munozaralashib o'tiribmiz. Xo'p, biz 4 qatamliq muhojirat to'lqinini boshdan kechirdik. Qisqasi eng oxirgi muhojirat to'lqiniga hozir 15dan 20 yil bo'ldi. 20 yil. Bizning jamiyatlarimiz shakllandi. Hatto tunji turkumda chiqqanlarimiz cho'nlab, ikkinchi avlodning nurg'un farzandlar tug'ilib, hatto navrilik bo'layotimiz oldimiz. Navrilik bo'layotimiz. Mushu 20 yil ichida Uyg'urlar vatandan ayrilgan kundan boshlab bizning butkul xiyolimizda vatan xiyolidan surgan. Jismimiz chet ellarda, muhojiratda, yot tuproqda yashayotdi. Lekin xiyolimiz, o'yimiz, hissiyotimiz bir kun vatandan ayrilgan yo'q. Vatan. Demak, mushu xiyol ilkida vatanni o'ylash. Vatan bilan bir kunmi dialogni ayirib qo'ymas. Bundaq yashash jarayoni nimani unutiltiradi desa, bizlar o'zimiz yashayotgan mush jamiyatimizdagi nurg'unlagan real ijtimoiy masalalarni bizni unutiltiradi. Masalan, bugun turishayotganimiz, demak, hammamizning farzandlarimiz bor, bolalar cho'nglayapti. Birsi til masalasiga turishayotganimiz. Bu ko'p deyilyapti. Albatta, til bir millatning bo'libmi muhojiratga ijtimoiy to'pliqlarga nisbatan aytganda shu millatning mavjudligini eskartadigan yoki mavjudligini saqlaydigan eng muhim yoki bizga ko'rinadigan bir eng muhim omil. Agarda bizning keyingilarning zuoni yoki bizning keyingilarning ona tili faqat biz bilan oxirlashsa, keyingilar bu tildan xo'shlashsa, u chaqda bizning bu tushuncha qiladigan insonlarimiz yoki kishilarimiz mavjud bo'lmaydi. Şu menimcha bugungi kunda Uyg'ur davosining biz shakllantirgan an'anaviy formasi, masalan, namoyish qilish, chet ellardagi har qaysi davlatlarning hukumatlariga, parlamentlarga Uyg'ur davosini anglatish bilan bir vaqtda yana bir sal qarash bo'lmaydigan bo'shliq nima desa, bu davoni o'tkazib beradigan, davomlashtiradigan keyingi avlodlarni qanday qilib yetildirish. Chunki bu bizning beshimizdan emas, bizga o'xshash qismatga taqdir duch kelgan nurg'unlagan ko'chmanlar to'pliqlar bor. Turklar bor, kurdlar bor, tamillar bor, xazarlar bor, boshqa va hokazo nurg'un ijtimoiy to'pliqlar bor. Bu xil holat, bu xil kechirmish bizning ustimizda emas, balki yuqorida ism qilingan nurg'unlagan ijtimoiy to'pliqlarni beshini kechirgan, ularning nurg'un tajribalari bo'ldi. Shuning uchun biz da'vo bilan bir vaqtda o'zimizning bugungi real ijtimoiy masalalarimizni mushaqil o'ylash, buni hal qilishning chorasini izlashmi, bu bir muhim bir tema deyishim mumkin. Endi hozir muhojiratdagi, ya'ni Uyg'ur to'pliqlari, ya'ni buni biz Uyg'urcha so'z bilan Uyg'ur to'pliqlari deb atadik. Bundaq deyishlar, masalan, Uyg'ur jamiyatlari desak bo'ldi. Buning ta'biri masalasida hozir ba'zilar nurg'un talash-tortish qiladi. Masalan, hozir Uyg'urlar tadqiqotdan mush chet ellardagi nurg'un tadqiqotchilar bor. Bu tadqiqotchilar yaqinqi 10 necha yilning ichida ingliz tilida va dunyodagi boshqa tillarda Uyg'urlar haqida nurg'un asarlar yozadi. Bu asarlarning ko'pinchisi Uyg'ur davosining xalqaro qadam bilan parallellanmoqda. Agarda 80-yillarda Uyg'urlar to'g'rida yozilgan inglizcha kitoblar, ya'ni chet ellik avtorlar tomonidan yozilgan kitoblar sanoqli bo'lsa, 92-ming-yildan keyin bu turdagi asarlar intayin ko'p bo'ldi. Ammo mushu tadqiqot kitoblarning ichida hozir qadar chet ellardagi Uyg'ur jamiyatlari yoki to'pliqlar haqida yozilgan bir asar bor. Chunki buning qiyinlik darajasi nihoyat zo'r.
chet ellardagi Uyg'ur to'pliqlarining soni oz, doirasi kichik. Holatda bo'lgan bilan bu to'pliqni tadqiq qilish uchun bu to'pliqni shu tadqiqotni bosqish kerak. Vaholanki bizdagi nurg'unlagan psixikalik va nurg'un besimlar tufaylidan nurg'un Uyg'urlarda yana o'zining to'pliqdan qechib yashashdak bunday bir psixika mavjud. Şuna bular mayli tadqiqotchi bo'lsin yoki jurnalist bo'lsin va yoki boshqa kishilar bo'lsin, bularni aman kechish yoki bir qo'rqinish tufaylidan bu xil tadqiqotni qabul qilmaslik natijasida bizda chet ellardagi Uyg'ur to'pliqlari haqida yozilgan bir ilmiy sistemalik tadqiqotlar maydonga keldi. Albatta bir millatniki davosini qilish uchun unga yetarli sistemlik bo'lgan ma'lumot bo'lish kerak, uchur bo'lish kerak va tadqiqot bo'lish kerak. Şu asaslı kılınan dava, şu asaslı gelip verilgan küreş, onun için sistemlik oldu, onun ünüm buldu. Hem de biz pay takitleyen, chet ellerdeki, bu garip ellerden yakınlıkta 15 yıl mabeyinde şekillengen Uyghur topluluklarındaki özünün ictimai kurulmasına biz bu toplulukta qandaq bir tabir veririz. Diyen meseleye duş kelgan vaqtimizda mesela aramızdaki her qandaq bir o'ylamdan agar da chet ellik bir tadqiqotchi yoki bir kuzatuvchi deydi, chet eldagi Uyg'ur to'pligining zodi o'ziga xos alohidligi nima? Qandaq qurilmaga ega bir bu to'pliq degan savol so'ralsa, balkim ichimizdan javob beradiganlar yo'q deyarli bo'lishi mumkin. Chunki biz o'zimiz haqida o'ylanib ko'rmadik. Hatta bu jamiyatlarimizning, bu to'pliqlarimizning qandaq uyushish, farzandlarimizga qandaq yetishtirish, kelajakdagi yo'limizda qandaq tepib menish. Bu masalalarda bizning o'zimizning loyihamiz yo'q. Chet eldagi nurg'un ellarda qumdek chechilib ketgan Uyg'urlar, garchi o'zlari yashayotgan davlatlarda har xil nomlardagi ijtimoiy yoki siyosiy tashkilotlar uyushgan bo'lsa-mu, bu tashkilotlar bilan uyushganligi yana intayin tarqoq, intayin chechiladi. Şuna dastlabki 5-10 yilda biz bilmagan bilan hozir vaqt uzargan sari biz chet eldagi Uyg'ur to'pliqlari haqida o'ylanishning zarurligini his qilyapmiz. Ta'xirsizligini his qilyapmiz. Unda zade bizning to'pliqlarimizning o'zining xos alohidligi yoki ishki ijtimoiy qurilmalarni men qisqacha o'zim his qilgan bundaq bir qancha nuqtani ta'kidlab o'tmoqchi. Birisi 1980 yıllarının içinden, yani 90 yıllar ve ta ki hazırlıkça olan aralıkta, bulutma garip ellerde. Yani ilgirki 3 katımlık muhaciret dolgunu okşuman alda garip ellerde Uyghur toplulukları şekillendi. Bu şekillengen topluluklarındaki joylashqanda deganda bular dunyodagi nurg'un ellarga berib o'ltiraqlashganda o'ltiraqlashish alohidligi Uyg'urlarning cho'ng jihatdan o'zlari yashayotgan ellarning markaziy shaharlari yoki poytaxt shaharlarida nisbatan to'plashib o'ltiraqlashish, ammo kichik doirada tarqab va ayrilib yashashdak bunday bir holatni shakllantirgan. Masalan, o'ylab boqaylik, Turkiyaning Istanbuldagi Zaytun bo'ldi. Uyg'urlarning nisbatan dastlabki to'plashib o'ltiraqlashgan to'pliqlarning bir ko'rinishi. Germaniyaning Myunxen, Shvetsiyaning Stockholm, Norvegiyaning Oslo, Bergen qatorliq shaharlar. Masalan, Avstraliyaning Sydney, Adelaide shaharlari. Gollandiyaning masalan Amsterdam, Utrecht shaharlari. Bu qıtımqı yığınımız, endi biz o'ylagandan bakrak muvaffaqiyatlik, konkretni, naiti yaxshi ichildi. Qatnashqanlarmi o'zining naiti aqlliq, amaliy ahvolimizga uyg'un, yaxshi qimmatli fikrlarini berdi. Endi bugun biz hozir Sharq Turkistonning amaliy ahvoliga asosan konkretniy masalalarni o'tirib qo'yib, ziyolilar o'zining fikrlarini bayon qilyapti. Ham buningdan keyingi Sharq Turkistonning programmasi, nizomnomasi va amaliy qiladigan ishlarimizni turg'izishni planlayapti. Bu qitimqi yig'in intayin yaxshi davomlashdi. Bu yig'inda intayin yaxshi bo'lgan yeri shu dunyoning har qaysi
yerlerden kelgan şu Sharqiy Turkiston masalasi ustida tadqiqot elib berayotgan tadqiqotchilar bizga endi şu hozirgi davrimizda Sharqiy Turkiston azadlık inqilobi duch kelayotgan masala va bu masalaning ufuqlari va bu masalaga kelayotgan xirishlar ustida leksiya berdi. Bu leksiyalar orqali biz nurg'un narsalarni o'rgandik, angladik, ham bundan keyingi bosadigan yo'llarimizni qanday besish ustida muzokaralarda bo'ldik. Hamda Sharqiy Turkiston xalqi duch kelayotgan masala hozir shu Xitoy kommunistlari vatanimizni besib olgandan tortib hozirgi 64 yil jarayonida eng yuqori besim, eng yuqori darajada qirg'inchilik, kunda tutuş, öldürüş, bulaş, talaş eng yuqori pallaga yetgan mujinda bir sharoit ostida biz chet elda yashayotgan Uyg'urlar qanday qilishimiz kerak? Bu masalaga biz cho'qim javob topishimiz zarur. Shuning uchun bu yig'inning natijasi biz bundan keyingi yo'llarimizni qanday mengish ustida bir ilmiy bir muhokama orqali bundan keyingi ishlarimizni texnik taraqqiy qildirish bu yig'inning eng chong g'alabasi bo'lib hisoblanadi. Başladım. Yig'in biz tunugün oldingi kuni ichilish bo'ldi. Oldingi kungi ichilish murosimiga kelgan bir qancha parlament a'zolari bo'ldi. Ba'zi One Free World tashkilotininki boshlig'i keldi bular. Birinchi kunki olgan ta'sirotimiz nihoyat yaxshi bu yig'inga. Chunki Mishaydagi Kanadaninki parlament a'zolari bizga nihoyat yaxshi bir mesajlarni berdi. Bizning nima qilishimiz kerak, nimadan qo'rqmasligimiz kerak, qaysi faoliyatlarni qilishimiz kerak degan narsada bizga nihoyat ko'p ro'yi ilhomlarni berdi. Muvaffaqiyat bo'ldi birinchi kuni. Ikkinchi kuni bu Sharqiy Turkiston madaniyat markazininki o'rinlashtirishdagi muhokama yig'ini bo'ldi. Muhokama yig'iniga dunyoning har qaysi yerlaridagi bizningki ilmiy odamlarimiz, ziyolilarimiz kelib qatnashib so'z qildi bu yerda. So'z qiluvchilarningki hammasi nihoyat unumli, yaxshi fikrlarni berdi, foydalanishga tegishli. Hamda masalan, menga bu shaxsan menga foydalanishga tegishli deb o'zim nima qilgan bir fikr masalan bu doktor Asad Sulaymon bilan mening fikrim nihoyat o'rtaq bir yerdan chiqdi, ayrimlar paranglashdik. Buning qo'ygan fikri nihoyat yaxshi. Masalan, bizningki hozirgi bu da'voni qilayotgan odamlarimizda butunlay bir yishda qayrilish qarab mangdi. Yoshlar yo'q, mishay kelganlarida yoshlardan bir ikkimiz ekanmiz. Shuning uchun bizningki kelgusidagi da'voga varislik qiladigan bolalarimizni tarbiyalab chiqish menimcha bu da'volarning ichidagi eng yuksak deb o'ylayman. Sharqiy Turkiston besilongan zamin. Xitoy bosqinchilari ishg'oliyat ostiga ilib olgan. Mustaqillik Sharqiy Turkiston xalqining o'rtaq orzusi, o'rtaq irodasi. Ham tarixning, ham bugungi reallikningki kam bo'lsa bo'lmaydigan jiddiy taqozosi. Bu bizning g'oyamiz. Biz mush maqsad bilan Kanada Sharqiy Turkiston madaniyat markazi ilmiy muhokama yig'ini chaqirdik. Yig'inda prinsipallik masalalar konkretni o'tirg'a yaxshi qo'yilib, o'zaro tahlil qilib, yaxshi natijalarni chiqishini ko'z oldimizda ko'rib turibdi. Biz butun xalqqa Sharqiy Turkistonninki ozodlik uchun kurash qilish to'g'ri bir mukammal bir mesaj berishni orzu qilamiz. Yig'inga bu muhojiratdagi bir muncha Sharqiy Turkistonlik tashkilot jamiyatlarninki vakilleri kelib qatnashdi. Yig'inda demak bizning o'rtaq Sharqiy Turkiston davosining masalalari muzokara qilindi. O'rtaq bir nim bilan qizg'inlik bilan o'zaro bir tushunish asosida yig'in yaxshi davom qildi, yaxshi bir natija olganligimi, yaxshi natija olganligimi biz buning nimamiz, ishonchimiz komil. Uning uchun bu yig'inda biz
Köp memnunuz, yani mühinde yığınlar pat-pat bulup, bizden birlik ittifakımızda texmo küçeytişke esas koşunu ümit kılımız. Assalamu alaikum. Ben bu yığınga 2 gün qatnaşış jarayonida nurg'un ilmiy muhokama maqolalarini o'qidim, anladım. Ben bek hoş oldum. Hozirgi vatanimizdagi siyosiy ahvoli ko'z tutilib, nurg'un yaxshi takliflar o'tirib qo'yildi. Meni eng chong ta'sirlantirgani Sharq Turkiston mustaqil harakatida hammamizningki qo'ldan kelishicha vatanning ozodligi uchun ish qilish chaqirildi. Menga eng yoqqa yarışı bo'ldi. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi ilmiy muhokama yig'ini haqidagi xabar filmimiz mushu yerda oyoqlashdi. Aziz qarindoshlar, ko'rganlarga o'xshash Amerikadan, Turkiyadan, Avstraliyadan mushu yig'inga yetib kelgan Sharq Turkistonning ozodligi uchun, Uyg'urlarning erkinligi uchun bedel to'layotgan Uyghur qarindoshlarımızın yürek sözlerini anlap ettiğinler. Bu yerga bazı bir kelimen deb kelenmegen, ma'lum sebepler bilen, ma'lum besimler bilen kelishni rad qilgan bazı Uyg'urlarimizga bundan keyin Uyg'urcha bir gap bor, atqa mingeşmang, mingeşsam vayjan demang deb. Qılalaydigan işimizni qilaman denglar, qilolmaydigan işimizni qilmayman denglar. Men mushu yerda bir xabarchi bo'lish sifatim bilan shunday bir tavsiyada bulunaman. Agar har qanday bir tashkilot, har qanday bir millatdan, har qanday bir guruh kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi har qanday bir faoliyat qilsa, agar qudratimiz yetsa, agar imkoniyatimiz to'g'ri kelsa, har zaman, har vaqt buni qo'llasak, chunki vatanimizda mana yig'inda so'zlab o'tgan qarindoshlarımızın fikirlerini aldыңlar. Çünkü vaziyat nayet ağır, qirg'inchilik nayet ağır. Her hafta emas, her ayda emas, hozir her günü vatanimizning bulunmuş haqlarida o'lib ketayotgan, tutilib ketayotgan, yo'qolib ketayotgan, naqchilikka uchrayotgan bu zulm nayet ağırlab ketib bordi. Mana mushu yig'inning mushu hozirgidek mushta kritik bir vaqtning o'zida mushu dunyodagi muhim davlatlardan birisi bo'lgan Kanadaga o'rlashtirilishi va buningga Yevropa, Amerika, Avstraliya mushu davlatlardan mushu bedel to'lab mushalargacha biletini elib o'zininki tayyorlagan maqolalarini o'qib ketayotgan men bütün qarindoshlarimizga chin ko'nglimdan samimiy rahmatimni bildiraman. Hammanglarning Sharq Turkiston deb yig'layotgan yurikinglar bilan mushu filmlarni ko'rib, agar imkoninglar yar bermay, kelinmay qolgan bo'lsanglarmi, mushu filmni ko'rish orqali o'zinglarning Sharq Turkistonlik ekanliklarini bildigan bo'lasizlar bu. Men ashuna qo'ylayman. Agar o'zinglar Sharq Turkistonlik men deb yurikinglar biroz etishmagan bo'lsa, bu xildik filmlarni ko'rib o'tolmaysizlar, naqshi muzika anglaysizlar, kino ko'rsizlar, boshqa narsalar qilasizlar. Mushu hammanglarga ekran oldidagi barliq qarindoshlarimizga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Inshaalloh bizning vatanimiz bir kun ozod bo'ladi va buningga men %100 ishinaman. Bunun vaqt meselesini sharoitlar belgilaydi. Mushu ekran oldidagi qarindoshlarimiz sizlarning qanchalik darajada mushu yurikingizda Sharq Turkiston degan bir davlat qurilgan vaqtning o'zida biz mana turayotgan ko'k bayrog'imizni ko'tarib vatanimizga bir kun dag'da malda mush bayroqni asqili cho'qin boramiz. Xayr xo'sh, hammanglar omon bo'lgaysizlar.